Nimaga birinchi kechada erkak eplay olmay qoladi, ereksiya bo'lmay qoladi yoki aloqa qila olmaydi? Xo'sh, bundan keyin erkak o'zini zaifman deb yanada stressga tushiradi. Buning sababi haqiqatan ham juda ham kuchli muammomi? Bu juda ham og'ir holatmi? Balki bu oddiy psixologik bosim ostida paydo bo'ladigan hayajonli reaksiya bo'lishi ham mumkin. Keling, men sizga buni hozir tushuntirib beraman. Xo'sh, birinchi kecha, ya'ni chimildiq kechasi bu juda ham mas'uliyatli kun hisoblanadi. Bunda erkakda mana shunday fikrlashlar paydo bo'lishi mumkin. Bugun qila olamanmi? Sherigimga noqulaylik tug'dirib, bosim qilmayapmanmi? Men zaif emasmanmi? Degan qarashlar bilan o'ziga juda ham kuchli stressni oladi, sharmanda bo'lib qolmaymanmi degan stresslarni oladi va qonga juda ham ko'p adrenalin kelib chiqadi. Bu adrenalin bo'lsa, sizda ereksiya uchun xizmat qiladigan kengayish kerak bo'lgan tomirlarni toraytirib qo'yishi mumkin va shuning hisobiga ereksiya yo'qolib qoladi va bunda aloqa qila olmay qolasiz. Juda ham kuchli stress hisobiga. Va bundan tashqari juda ham kuchli hayajon, tajribaning yetishmasligi va juda ham kuchli stress natijasida erkakni hali friksiya bo'lmasa, penetratsiya bo'lmasa, ya'ni qinga kirmasdan turib bo'shanib qo'yish holatlari. Bunda juda ham kuchli stress oladi erkak kishi, ya'ni tez bo'shanib qo'ydim, men sharmanda bo'ldim deydi. Bo'ldi o'sha. Ikkinchisiga umuman ereksiya bo'lmaydi, ya'ni a'zo turmaydi. Va buning natijasida aloqa qila olmay qoladi. Xo'p, xuddi shunday holat qizlarda ham bo'lishi mumkin. Birinchi kechaning hayajoni natijasida, ya'ni birinchi marta erkak kishi unga yaqinlashyapti va buning hayajoni natijasida ayol kishida, ya'ni qiz bolada qin mushaklarning juda ham kuchli qisqarish natijasida u yerdan tashqi tomondan erkak kuch bilan harakat qilayotganda juda ham kuchli, og'riqli jinsiy aloqa ro'y beradi va buning natijasida vaginizm degan kasallik rivojlanib qoladi. Bu jinsiy aloqadan juda ham kuchli qo'rqish, ya'ni birinchi kechadagi stressli og'riqni, juda ham kuchli og'riqni eslab hech qachon erkakni o'ziga yaqinlashtirishdan qo'rqib qoladi. Xo'sh, sizda shunday holat bo'ldi. Masalan, ayolda vaginizm, ya'ni kuchli og'riqdan qo'rqish aloqa vaqtida, erkakda esa yana shunday bo'ladi. Ya'ni omadsiz jinsiy aloqadan qo'rqish psixologik ong ostida o'sha signal berib aloqaga xohish bo'lmay qoladi. Xohlasa ham imkoniyati yo'q. Xo'sh, bunday holatda nima qilish kerak? Avvalo, ikkala yosh, ya'ni ikkita turmush qurgan juftlik bir-biri bilan erkin muloqot qilish kerak, bir-birini tushunishi kerak va erkin qo'yib berish kerak. Buni imtihon biz qilishimiz kerak, qilmasak bo'lmaydi degan xulosalardan uzoq bo'lish kerak. Shunda ikki yosh bir-biriga yaqinlashib, tushunchalari o'zgaradi va bundan keyin, ya'ni erkin suhbatdan keyin aloqaning yaxshilanish holatlari juda ham ko'p kuzatilgan. Bundan tashqari vaginizm kasalligida siz seksolog, psixolog, mutaxassis ko'rigida yaxshi tavsiyalarni olsangiz bu muammodan qutulish imkoniyati bo'ladi. Hattoki birgalikda er-xotinda seanslar qilib ham bu holatdan chiqarishadi. Va yana bitta tajribasizlik va o'ziga ishonchni oshirish maqsadida yigitlar to'ydan oldin albatta urolog, androlog qabulida bo'lish tavsiya qilinadi. Bunda sizga kerakli bo'ladigan, ya'ni to'g'ri qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida tushuncha beriladi va o'zingizning jinsiy holatingiz haqida to'laqonli tushuncha olib olasiz, ya'ni xulosangiz bo'ladi. Ya'ni siz haqiqatan yaxshisiz, kasal emassiz, siz qila olasiz. Siz sog'lomligingiz haqida to'liq ma'lumotga olasiz va qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida to'g'ri tushuncha olishingiz mumkin bo'ladi. Chunki bu nimaga? Ertaga первый ночь degan tushuncha bor. Ayollarda, ya'ni qizlarda первый ночь birinchi kechadan keyin juda ham kuchli qon ketishi, juda ham ko'p qon ketishi natijasida qizlar reanimatsiyaga tushib qolishadi, ginekologiyaga tushib qolishadi va birinchi kechaning noto'g'ri qilingan va qo'pol qilingan aloqa natijasida o'sha qin devorlarining yirtilishi kuzatiladi va kuchli qon ketishi va juda ham og'ir oqibatlarga ham olib kelishi mumkin o'z vaqtida e'tibor berilmasa. Shunday ekan, men hamma narsani bilaman, amakim o'rgatgan, tog'am o'rgatgan, kinoda ko'rganman degan narsalar bilan, xulosalar bilan shoshmaslik kerak. O'zingizni qanday yaxshi ko'rsangiz, o'sha bo'lajak turmush o'rtog'ingizni ham mas'uliyatini o'z bo'yningizga olishingiz kerak. Hamma narsani bilaman deganlarning o'sha juda ko'pchiligining birinchi kechadagi xotirlari, masalan, ayollari o'sha ginekologiyada va turli xil muammolar bilan butun umr jinsiy aloqadan qo'rqadigan shaklga ham o'tib qolishgan. Shunday ekan,
Mutaxassisga murojaat qiling va o'zingizni, ya'ni sostoyaniyangizni baholab oling va ishonch bilan birinchi kechani o'tkazing. Sizda muammo bormi yoki o'z holatingizni to'ydan oldin tekshirmoqchimisiz? Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga albatta yordam beramiz.